Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Qarilarni davolamaslik haqida buyruq chiqibdi. Shifoxonalarda yangi qoida bor emish. Yosh katta bemorni reanimatsiyaga olmaydi. Emish degan gaplar odamlar orasida tez tarqalyapti. Bu gaplar ayniqsa ota-onasi, buvisi, bobosi kasal bo'lgan oilalarni qo'rqitadi. Men hozir bu mavzuni hissiyot bilan emas, qonuniy, tibbiy va amaliy tomondan tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bugun qarindoshimiz, ertaga o'zimiz shifoxona eshigida turishimiz mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ba'zan inson hayotini saqlab qoladi. Avvalo eng muhim gapni aytaman. Hech bir tibbiyot muassasasida faqat yoshi katta bo'lgani uchun bemorni davolamaslik normal. Adolatli va qonuniy yondashuv bo'la olmaydi. Yetim yoshdan oshganlar davolanmaydi. 80 yoshdagilar reanimatsiyaga olinmaydi. Qarilar uchun joy ajratilmaydi degan gaplar ko'pincha noto'g'ri tushunilgan. Bo'rtilgan yoki odamlarni qo'rqitish uchun tarqatilgan gaplar bo'ladi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Tibbiyotda resurs cheklangan holatlar bo'ladi. Masalan, reanimatsiyada joy kam, kislorod apparati yetishmaydi. Navbatchi shifokor bir vaqtning o'zida o'nlab bemorni ko'radi. Tez yordam kechikadi. Dorilar vaqtida topilmaydi. Bunday vaziyatda shifokorlar bemorning faqat yoshiga emas, umumiy ahvoliga, yashab ketish ehtimoliga, kasallikning og'irligiga, ong holatiga, nafas olish ko'rsatkichlariga, bosimiga, yurak urishiga, tahlillariga qarab qaror qiladi. Mana shu joyda odamlar qarilarni davolamayapti deb o'ylab qolishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ham shifoxonada bemorlar holatiga qarab saralangan. Masalan, kimdir tez yordam bilan kelgan bo'lsa, uni darhol ko'rishgan. Kimdir surunkali kasallik bilan kelgan bo'lsa, navbat kutgan. Kimdir og'ir nafas qisishi bilan kelgan bo'lsa, reanimatsiyaga olingan. Kimdir ahvoli nisbatan barqaror bo'lsa, oddiy palataga yotqizilgan yoki uy sharoitida davolanish tavsiya qilingan. Ya'ni tibbiy saralash oldin ham bor edi. Nima o'zgardi? Hozir ko'p joylarda shifoxonalar hujjat, protokol, yo'riqnoma va ichki tartib asosida ishlashga ko'proq majbur bo'lyapti. Bemorni qabul qilish, statsionarga yotqizish, reanimatsiyaga o'tkazish, boshqa shifoxonaga yuborish, uyga javob berish kabi qarorlar ko'proq yozma asos bilan rasmiylashtiriladi. Shu sababli oila a'zolari nega yotqizmadingiz, nega ukol qilmadingiz, nega reanimatsiyaga olmadingiz deb so'raganda, shifokor ko'rsatma yo'q, protokol bo'yicha kerak emas, ahvoli barqaror yoki palliativ yordam kerak deb javob berishi mumkin. Oddiy odam buni davolamaslik buyrug'i deb tushunib qoladi. Aslida farqni bilish kerak. Davolamaslik boshqa narsa, tibbiy ko'rsatma bo'lmagani uchun muayyan muolajani qilmaslik boshqa narsa. Masalan, bemorda antibiotik kerak bo'lmasa, shifokor antibiotik bermasligi davolamaslik emas. Bemorning qon bosimi 120 davolamaslik bo'lsa, bosim tushiruvchi kuchli dori bermaslik davolamaslik emas. Terminal bosqichdagi og'ir bemorga foyda bermaydigan, azobni ko'paytiradigan agressiv muolajani qilmaslik ham ba'zan tibbiy qaror bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi tushuntirilishi, hujjatlashtirilishi va bemor yoki yaqinlariga izohlanishi kerak. Men sizga birinchi navbatda shuni tushuntiraman, yoshi katta odam tibbiyotda avtomatik ravishda umidsiz bemor degani emas. Barizan 2 yoshli inson mustaqil yursa, ovqat yesa, gapirsa, yurak va o'pkasi nisbatan yaxshi ishlasa, u 6 yoshli og'ir surunkali kasalligi bor odamdan ham yaxshi tiklanishi mumkin. Shuning uchun shifokor faqat pasportdagi yoshga qarab emas, funksional holatga qarash kerak. Masalan, 78 yoshli ota yurak yetishmovchiligi bilan shifoxonaga keldi. Bosimi 1615, nafas olishi biroz qiyin, oyoqlari shishgan. Tahlilda buyrak ko'rsatkichi biroz yomonlashgan. Bunday bemorga yoshi katta, davolamaymiz deyish mutlaqo noto'g'ri. Unga diuretiklar, yurak dorilari, kislorod tahlillar nazorati, kardiolog ko'rigi kerak bo'lishi mumkin. To'g'ri davo bilan u 35 kunda ancha yengillashishi mumkin. Yana bir misol. Taqrim 6 yoshli buvi insultdan keyin hushsiz yotibdi. Mustaqil nafas olishi juda zaif. Qandli diabet, buyrak yetishmovchiligi, yurak ritmi buzilishi bor. Reanimatsiyada apparatga ulash mumkin. Lekin shifokorlar avvalo savol beradi. Apparat bu bemorni tiklab beradimi yoki faqat azobli jarayonni uzaytiradimi? Bu juda og'ir savol. Lekin baribir bu qarilarni davolamaslik emas. Bu yerda klinik holat, prognoz va tibbiy foyda baholanadi. Hatto reanimatsiyaga olinmasa ham bemorga og'riqni kamaytirish, nafasni yengillatish, suyuqlikni nazorat qilish, parvarish, infeksiya bo'lsa davo, teri yaralarini oldini olish kabi yordam ko'rsatilishi shart.
Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Menimcha birinchi navbatda 15 yoshdan oshgan yurak kasalligi, qandli diabet, insult tarixi, buyrak yetishmovchiligi, surunkali o'pka kasalligi, onkologik kasallik, demensiya yoki harakat cheklanishi bor insonlarning yaqinlari hushyor bo'lishi kerak. Hushyor bo'lish degani shifokor bilan urush emas. Hushyor bo'lish degani hujjatni tayyor tutish, alomatlarni vaqtida payqash, savollarni aniq berish va javoblarni yozib olish demakdir. Kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar yoshi katta odamning ahvoli barqaror bo'lsa, bosimi nazoratda bo'lsa, nafas olishi normal bo'lsa, hushida bo'lsa, ovqat yesa, siydigi chiqsa, isitmasi yuqori bo'lmasa, shifokor uyda davolansa bo'ladi desa, bu har doim ham yomon qaror emas. Shifoxona har bir kasalga foyda bermaydi. Ba'zan shifoxonada infeksiya yuqtirish, yiqilish, chalkashlik, uyqusizlik, stress xavfi ko'proq bo'ladi. Ayniqsa demensiyasi bor buvilar va bobolar begona joyda yanada bezovta bo'lib qolishi mumkin. Demak, har bir holatda savol shunday bo'lishi kerak. Bu odamga aynan hozir shifoxonaga yotish foydaliroqmi yoki uy sharoitida nazorat foydaliroqmi? Keling, hayotiy vaziyatni olaylik. 72 yoshli ayolda tana harorati 37 bet, tomoq og'rig'i va yo'tal bor. Nafas soni daqiqasiga 10 ekish. Kislorod saturatsiyasi 96%, bosimi 1300 martagan. U yuradi, ovqat yeydi. Oila kasalxonaga yotqizinglar. Yosh katta-ku deydi. Shifokor uyda suyuqlik, isitma nazorati kerakli dori. Holat yomonlashsa qayta murojaat qilishni tavsiya qiladi. Bu vaziyatda yotqizmaslik, davolamaslik emas. Bu tibbiy jihatdan oqilona bo'lishi mumkin. Boshqa vaziyat, 74 yoshli erkakda nafas qisishi kuchli, lablari ko'kargan, saturatsiya 6%, bosim pasaygan, hushyorligi sust. Shifokor uyda davolang desa, bu allaqachon xavfli savol tug'diradi. Bunday holatda oila yozma ravishda izoh so'rashi, navbatchi mas'ul shifokorni chaqirishni talab qilishi, zarur bo'lsa tez yordam orqali boshqa muassasaga yo'naltirishni so'rashi kerak. Yana bir sonli misol, qandli diabeti bor 40 yoshli bemorda qondagi shakar 24 millimol, og'iz qurishi, ko'p siydik, holsizlik, ko'ngil aynishi bor. Yoshi katta, uyda insulin qilinglar deb shunchaki chiqarib yuborish to'g'ri emas. Bunday holatda suvsizlanish, ketoazidoz yoki giperosmolyar holat bo'lishi mumkin. Tahlil, suyuqlik, insulin sxemasi, elektrolit nazorati kerak bo'ladi. Qarilik bu yerda davodan voz kechish sababi emas, aksincha xavfni kuchaytiruvchi omil. Endi eng nozik masalaga o'tamiz. Tibbiyotda palliativ yordam degan tushuncha bor. Ko'p odamlar buni davolashni to'xtatish deb tushunadi. Aslida palliativ yordam insonni tashlab qo'yish emas. Bu og'ir, tuzalishi qiyin yoki terminal bosqichdagi kasallikda bemorning og'rig'ini kamaytirish, nafasni yengillatish, qo'rquvni pasaytirish, yaralarni parvarish qilish, ovqatlanish va suyuqlik masalasini tartibga solish, oila a'zolariga yordam berish degani. Palliativ yordam ham tibbiy yordamdir. Biroq palliativ yordam nomi bilan bemorni umuman ko'rmaslik, og'riq qoldirmaslik, nafas qisishini yengillatmaslik, yaqinlariga hech narsa tushuntirmaslik mumkin emas. Agar shifokor endi foyda yo'q desa, siz juda aniq savollar berishingiz kerak. Qaysi muolaja foyda bermaydi? Qaysi yordamlar baribir ko'rsatiladi? Og'riqni kamaytirish rejasi qanday? Nafas qisishi bo'lsa nima qilinadi? Suyuqlik va ovqat masalasi qanday bo'ladi? Uyga chiqarilsa kim nazorat qiladi? Yana bir tuzoq. Joy yo'q degan javob. Ha. Ba'zan haqiqatan ham joy bo'lmasligi mumkin. Lekin joy yo'qligi bemorni ko'rmaslikka bahona bo'la olmaydi. Eng kamida bemor ko'rikdan o'tishi, hayot ko'rsatkichlari o'lchanishi, zarur birinchi yordam berilishi, holat og'ir bo'lsa boshqa muassasaga yo'naltirish masalasi hal qilinishi kerak. Oila bizni qabul qilmadi deb ketib qolmasligi kerak. Qabul bo'limida murojaat ro'yxatdan o'tganmi? Shifokor ko'rganmi? Qanday tashxis qo'yilgan? Qanday tavsiya berilgan? Bular yozma bo'lishi muhim. Yana bir nozik joy, reanimatsiya masalasi. Reanimatsiya oddiy palata emas. U yerda joy, apparat, mutaxassis, doimiy monitoring kerak. Har bir bemorni reanimatsiyaga yotqizish shart emas. Lekin reanimatsiyaga olinmaslik qarori klinik asosga ega bo'lishi kerak. Masalan, faqat yosh katta degan sabab yetarli emas. Bemorning terminal bosqich onkologik kasalligi bor. Ko'p a'zolar yetishmovchiligi rivojlangan. Invaziv muolajadan foyda ehtimoli juda past. Palliativ yordam tavsiya qilindi degan izoh bilan taktun yoshda joy yo'q degan gap bir xil emas. Hujjat masalasi ham juda muhim. Ko'p oilalar og'zaki gapga ishonib qoladi. Keyin esa bizga bunday deyishgandi deb isbotlay olmaydi. Men har doim aytaman, kasalxonada har bir muhim qaror yozma bo'lishi kerak. Yotqizish rad etildimi? Sababini yozma so'rang.
Boshqa shifoxonaga yuborildimi? Yo'llanma so'rang. Uyga javob berildimi? Epikriz, tavsiya, dori dozasi, qayta kelish belgilari yozilgan bo'lsin. Bemorning roziligi masalasi ham bor. Agar bemor hushida bo'lsa, o'ziga qaror qabul qilish huquqi bor. U muolajaga rozi bo'lishi yoki rad etishi mumkin. Oila hammasini qilinglar desa ham, bemorning o'zi rozi bo'lmasa, bu alohida huquqiy masala. Agar bemor hushsiz bo'lsa yoki qaror qila olmasa, yaqinlar bilan maslahatlashiladi. Lekin shifokor baribir tibbiy ko'rsatmalarga amal qiladi. Yana bir muhim narsa, ayrim oilalar shifokordan imkonsiz natijani talab qiladi. Masalan, 9 yoshli, uzoq yillik og'ir kasalliklari bor. Yotib qolgan bemorni avvalgidek yurgizib bering deyishadi. Tibbiyot hamma narsani ortga qaytara olmaydi. Lekin shifokor bemorni insoniy parvarishsiz qoldirishga ham haqli emas. Mana muvozanat shu yerda mo'jiza va'da qilinmaydi. Lekin zarur yordam beriladi. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Agar oilangizda yosh katta inson bo'lsa, eng avvalo uning tibbiy papkasini tayyorlang. Pasport yoki ID nusxasi, ambulator karta, oldingi epikrizlar, tahlillar, EKG, UZI, rentgen yoki KT javoblari, ichayotgan dorilar ro'yxati, allergiyasi bor yo'qligi, asosiy tashxislar yozilgan bitta papka bo'lsin. Dorilar ro'yxatda faqat nom emas, dozasi va kuniga necha mahal ichishi ham yozilsin. Masalan, amlodipin 5 mg ertalab, metformin 1 mg kuniga 2 mahal, aspirin 75 mg kechqurun. Bunday ma'lumot shifokorga juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam, xavfli belgilarni biling. Men oddiy tilda sanab o'taman. Nafas qishi kuchaysa, lab yoki tirnoqlar ko'karsa, odam hushini yo'qotsa, gaplari chalkashsa, bir tomoni ishlamay qolsa, ko'krakda kuchli og'riq bo'lsa, bosim juda tushib ketsa, siydik chiqish keskin kamayib ketsa, isitma 39 dan yuqori bo'lib tushmasa, qonda shakar juda yuqori yoki juda past bo'lsa, qon ketish bo'lsa, bular kutadigan holatlar emas. Tez yordam chaqiring yoki eng yaqin qabul bo'limiga boring. 3-qadam, shifoxonada savolni to'g'ri bering. Nega davolamayapsiz? deb baqirishdan ko'ra, aniq savollar kuchliroq ishlaydi. Hozirgi tashxis nima? Hayotiy ko'rsatkichlari qanday? Saturatsiya nechi? Bosimi, puls, harorati qanday? Qaysi tahlillar kerak? Statsionarga yotqizish uchun ko'rsatma bormi? Agar yo'q bo'lsa, sababi nima? Uyga olib ketsak, qaysi belgilarda darhol qaytishimiz kerak deb so'rang. Javoblarni telefonga yozib oling yoki daftar tuting. 4-qadam. Yozma hujjat talab qiling. Agar bemorni yotqizishmadi, iltimos ko'rik xulosasi va tavsiyani yozib bering deng. Agar reanimatsiyaga olishmadi, reanimatsion ko'rsatma yo'qligi yoki boshqa sababni yozma ko'rsatib bering deng. Agar boshqa shifoxonaga yuborishsa, yo'llanma, transport masalasi, kim bilan bog'lanish kerakligini aniqlang. Og'zaki gap bilan uyga ketma. Ayniqsa bemor og'ir bo'lsa, 5-qadam, mas'ul shaxsni aniqlang. Har bir bo'limda navbatchi shifokor, bo'lim mudiri, qabul bo'limi mas'uli yoki shifoxona ma'muriyati bo'ladi. Agar javoblar tushunarsiz bo'lsa, men bo'lim mudiri yoki mas'ul shifokor bilan gaplashmoqchiman deb sokin, lekin qat'iy ayting. Bu janjal emas, bu sizning axborot olish huquqingiz. 6-qadam. Bemorni uyga olib chiqqandan keyin nazorat rejasini tuzing. Ko'p xatolar aynan shu yerda bo'ladi. Shifoxonadan chiqqandan keyin dori noto'g'ri ichiladi. Bosim o'lchanmaydi, shakar tekshirilmaydi, suyuqlik yetarli berilmaydi, yara parvarish qilinmaydi. Uyda daftar oching. Har kuni harorat, bosim, puls, shakar, nafas holati, ichgan dori, ovqat va suyuqlik miqdorini yozing. Agar bemor yotib qolgan bo'lsa, har 2-3 soatda holatini o'zgartirish, terisini tekshirish, to'shak yarasining oldini olish kerak. 7-qadam, oldindan kelishuv qiling. Yosh katta inson bilan sog'lig'i barqaror paytda gaplashish qiyin, lekin kerak. U qaysi shifoxonaga borishni xohlaydi, qaysi dorilarga allergiyasi bor, og'ir holatda kim qaror qabul qiladi, hujjatlari qayerda turadi. Pensiya yoki sug'urta hujjatlari qayerda, bularni bilib qo'ying. Favqulodda vaziyatda 10 daqiqa ham juda qimmat bo'ladi. 8-qadam, shikoyat qilish kerak bo'lsa, tartibli qiling. Agar siz haqiqatan ham bemorga yordam ko'rsatilmagan, ko'riksiz qaytarilgan, haqorat qilingan, hujjat berilmagan, og'ir holatda e'tiborsiz qoldirilgan deb hisoblasangiz, hissiyot bilan emas, fakt bilan murojaat qiling. Sana, shifoxona nomi, bo'lim, shifokor ismi yoki lavozimi, bemorning holati, qanday yordam so'ralgani, qanday javob berilgani, qanday hujjat borligi yozilsin. Shifoxona rahbariyatiga, sog'liqni saqlash bo'yicha tegishli idoralarga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin yolg'on ayblov qilmang, chunki bu ham muammoni hal qilmaydi. Aksincha haqiqiy masalani chalkashtiradi. 9-qadam.
Shifokor bilan hamkorlik qiling. Men buni alohida ta'kidlayman. Shifokorlar ham bosim ostida ishlaydi, lekin bu bemor huquqi yo'q degani emas. Eng yaxshi natija odatda ikki tomon aniq gaplashganda bo'ladi. Siz bemorning yaqin odamisiz, uning odatiy holatini siz yaxshi bilasiz. Shifokor esa kasallikni baholaydi. Masalan, siz otam odatda aniq gapirardi, bugun esa adashyapti desangiz, bu juda muhim belgi. Onam odatda kuniga 5-6 marta siyardi. Bugun deyarli siymadi desangiz, bu ham muhim. Shifokorga shunday aniq ma'lumot bering. 10-qadam internetdagi vahimali xabarlarga ehtiyot bo'ling. Yangi buyruq chiqdi. Qarilarni qabul qilishmaydi. Falon yoshdan oshganlarga dori berilmaydi degan xabarni ko'rsangiz, manbasini so'rang. Rasmiy hujjat bormi? Qaysi sana, qaysi tashkilot matni qayerda? Ko'pincha bir kishining yomon tajribasi butun tizimga nisbatan umumiy qoida qilib ko'rsatiladi. Yomon holatlar bo'lishi mumkin, ularni yashirmaslik kerak. Lekin har bir gapni tekshirmasdan tarqatish odamlarni vahimaga soladi va haqiqiy yordam olishga xalaqit beradi. Demak, men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Yoshi katta bemorni faqat qariligi uchun davolamaslik to'g'ri emas. Lekin shifoxonada har bir muolaja tibbiy ko'rsatma bemorning umumiy ahvoli, foyda va hamnisbati asosida belgilanadi. Reanimatsiyaga olinmaslik har doim ham tashlab qo'yish emas. Lekin har bir qaror tushuntirilishi va hujjatlashtirilishi kerak. Siz esa vahimaga tushmasdan hujjatlarni tayyorlab, alomatlarni kuzatib, savollarni aniq berib, yozma xulosa talab qilib harakat qilishingiz kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Bemorni qabul qilishdimi, yotqizishdimi, qanday javob berishdi, sizga tushuntirishdimi? Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam shifoxona eshigida sarosimaga tushmaydi. O'z huquqini ham, bemorning haqiqiy ehtiyojini ham yaxshiroq himoya qiladi.